Men ishlab chiqarishda ishlayman. Tushlikdan qolgan nonlarni sherigim uyiga olib ketadi. Shu ishi to'g'ri bo'ladimi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Demak, bir tashkilot o'zini ishchilariga tushlik tashkil qilib berayotgan bo'lsa, dasturxonga qo'yilgan narsalar o'sha tashkilotning mulki. U yeyish uchun qo'yilgan bo'ladi. Olib ketish uchun emas. U olib ketish uchun ular rozilik bo'lish kerak. O'sha egalaridan, ya'ni roziligi bo'lsa olib ketsa muammo yo'q. Mehmondorchilikda ham shunday. O'zi aslida ziyofatlarda ham dasturxonga qo'yilgan narsalar yeyish uchun muboh deyiladi. Xohlagancha yeb ichsa bo'ladi, lekin olib ketish mumkin emas. Qachonki uyda egasi rozilik bildirsa, rozi bo'lsa, olib ketaveringlar desa, unda olib ketish ham durust bo'ladi. Xuddi shunday bu tashkilotlarda ham demak, qo'yilgan narsalar yeyish uchun halol, yeyish uchun ruxsat, yeydi xohlagancha, lekin olib ketish uchun egalarning ruxsati kerak. Allohu a'lam bissavob.